Parish qilmasak, bolani tug'ib qo'yib tashlabakmanlar o'xshash ish bu. Hurmatli bag'ban dehqon do'stlar, yaxshimisizlar? Mana biz mashhur Yeziklik fan texnika shirkati mutaxassislar bugun bir ma'lum dehqonningki kepazligiga shundaqla ken hujjatningki o'z ahvolini bir ko'rib chiqishga keldik. Mana qaraydigan bo'lsak qaranglar. Bu hujjatni to'shqandan mudofiq xizmatni yaxshilabdi. Nurg'a yilda bunda asla ishab ketmaydi, buni yaxshilabdi, ammo hujjatdan o'tni qo'yib beraman, hujjatdan o'tdan o'chib ketibdi. O'tni o'ssak bo'lmaydi. Bu o'tlar birimiz yildizi, chunqur yildizli o'simliklar bor buning ichida. Endi bu o'simliklar mana shular yamishlarga yo'g'imaj bo'lgan. Hujjatlarimizga yo'g'ishib mana. Hujjatningki tarkibiy ozuqlarni iste'mol qilib yashdan birga hujjatning taraqqiyotiga to'sqinlik qiladi, yurug'i to'siladi, ozuq qilishadi. Ammo mushuni evish kerak, bir atrofni yumshatib qo'yish kerak. Mushunda hujjatni tikib qo'yib, hujjat degan sen, adam degan men deb to'saq bu bo'lmaydi bu. Tikkankanmiz bu hujjatdan cho'qim men yaxshi usul elib, yaxshi iqtisodiy kirimni hosil qilib, oilamningki iqtisodiy ahvolini yaxshilayman degan maqsad tiktok buni. Hammamiz bilamiz. Ammo buni tikib qo'yib, parish qilmasak, bolani tug'ib qo'yib tashlabakmanlar o'xshash ish bu. Mana o'tni ostida qilib qarag'an bo'lsa, hammamiz mana.记得点赞关注哦。